Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 6. bab. Winston xotirasini davomlashtiryotdi. Bu 3 yil burunqi qop-qorong'u bir oqshomdagi ish. U ayol cho'ng vokzalga yaqin yerdagi tar ko'chada bir eshikning oldida turadi. Ustidagi yo'l chiriqining nuri bakla ojiz bo'lib, hech nimani yo'rtolmaydi. U ayol o'zoyidan nihoyatda yosh ko'rinadi. Yuzini qiynoq bo'yvagan edi. Men bundaq qirimni bak yoqtiratdim. Uning oqliqi xuddi oppoq maskaga o'xshaydi. Qip-qizil lavlari paqirab turadi. Ayol partiya a'zolari hargiz yuzini bo'ymaydi. Ko'chada hech kim yo'q edi. Ekran yo'q edi. U $2 dedi. Men Winstonga xotirini davomlashtirish tas keldi. O ko'zini yumib, ko'z oldiga davomli kelib oldigan ko'rinishni siqib chiqarvatmoqchi bo'lgandek barmoqida qapoqlarini ching bosdi. Uning nihoyat paskina afsonaviy til bilan qorni yirtilg'udek tovlig'isi, tomga qattiq ustigisi, usteldagi siyah qutisini derazadan cho'rivatgisi kelib ketdi. Ishqilib, ko'z oldidagi ashu ko'rinishni yo'qotadigan qo'pol, jonni og'ritadigan yoki yuqori ovozli har qanday ish bo'lsa bo'laveradi. Odamning eng yomon dushmani o'zining nervi sistemasi ekan deb o'yladi u. Ichingizdagi har qanday jiddiylik har doim o'zini ma'lum alomatlar bilan namoyon qiladi. Winston bir necha hafta o'tgandan keyin ashu ko'chada o'zi oldidan o'tib ketgan bir odamni o'ylab qoldi. U qiyofati to'limi odatlikcha. Yeşi 35-40 yoshlar atrofida egiz bo'yliq, o'rug'roq, qo'lida bir hujjat somkasi ko'tarib olgan partiya a'zosi edi. Ular yaqinlashib bir necha metr qolganda, u odamning yuzining so'l tarafi tuyuqsiz bir tortishgandek bo'ldi. Ular bir-biri bilan surkilishib o'tayotgan shu daqiqada bu ish yana yuz berdi. Bu xuddi kamerada rasmga tortgandekla tez yuz berdigan yenikkina titrash, birer yeri tortishish edi. Shunisi aniqki, bu badanning ko'nib ketgan tabiiy inkos edi. U shu chog'da o'yini esiga oldi. Bu bechora endi tugashdi. Qo'rqinchlisi shuki, uning harakati ongsizlarcha tabiiy harakat edi. Eng xatarligi tushida gap qilib tashlash edi. Winstonning qarashicha, buning oldini olib bo'ladigan hech qanday chora yo'q edi. U cho'nqir bir nafas elib etib, yezishni davomlashtirdi. Men ayolga ergishib eshikdan kirdim. Biz orqa bo'yildan o'tib, yer ostidagi bir oshxona uyiga kirdik. Tomning tuvida bir karvat, ustalda nihoyat sus yondirilgan bir chiroq turadi. Ayol Winston tükürüp etadiğanda tishini ching tishlab turib oldi. U yer osti oshxonadagi ayol bilan tang, ayoli Kasirinanimi o'ylab qoldi. U to'y qilgan edi. Qandaqli bo'lmasin, uni to'y qilgan deyishga bo'ladi. Balkim hozirmi shu nikohda bo'lishi mumkin. Chunki Winston ayolini teha hayot deb o'ylaydi. U yer osti oshxonadagi havo o'tishmay dimiqib ketgan qurut qo'ng'izning o'ligi, kir kiyim va nachar arzon atirning purqi ordishib ketgan havodan nafas oldi. Bu yer shundaqligiga qaramay odamni yanada o'ziga tortadi. Chunki har qanday ayol partiya a'zosi atir ishlatmaydi. Hatto ishlatishni tasavvur qilg'im bo'lmaydi. Faqat proletarlar ishlatadi. Winstonning kalasida atir ishiltish buzuqchilikning alamati edi. Bu Winstonning 2 yildan buyon tunji qitim topdan chiqish edi. Partiya a'zolarining payishlar bilan birga bo'lishi cheklanadi. Ammo bu belgilamlarni ba'zida amal yo'q buzishga jur'at qilib qoladingiz. Bu xatarli ish edi.
Ammo hayot mamat masalasi emas edi. Boshqa jinoyat sodir qilmagan ahvol ostida fohisha bilan tutilib qolsa 5 yil emgak bilan o'zgartiriladi. Shu ishning ustida tutilib qolmasangizlar cho'ng chatoq chiqmaydi. Namratlar mahallarida o'zini sotadigan ayollar ko'p edi. Ba'zi ayollar hatto birer botulka orchi horiqig'imi tinni sotadi. Odatda orchi horiqini purultazla isib bo'lmaydi. Amaliyotda partiya uchiq belgilama chiqarmagan bo'lsa-mu, ammo insonning besib bo'lolmaydigan tug'ma istikiga kichikgina yo'chiq qoldirish yuzidan fohishaga ostirdan ko'z yumiladi. Bu ish mana shundoq o'g'irliqcha va lazzatsiz ilib berilsa va faqat töven qatlamdagi ayollar bilanla bo'lsa cho'ng chatoq chiqmaydi. Ammo partiya a'zolari orasidagi buzuqchilikni kechirgili bo'lmaydi. Gerçi cho'ng tozlashda javobgarlar jinoyatni to'liq topshirsa-mu, bundaq ishning amaliyotda yuz berayotganligini tasavvur qilish mumkin emas edi. Partiyaning maqsadi hargiz ayollarning orasida yaqinchilik munosabatining shakllanishini mutlaq to'sish emas edi. Amaliyotda buni partiyami to'liq kontrol qilib bo'lolmaydi. Ularning buni oshkorlamaslikdagi haqiqiy maqsadi ayollarning jinsiy turmushdagi huzur lazzatni yo'q qilib o'tish edi. Muhabbat hadidan ishib ketsa bo'lmaydi. Jinsiy istak mayli nikohning ichida yoki sirtida bo'lsin, dushman sanaladi. Hamma to'y avval maxsus tashkillangan bir komitetning tasdiqidan o'tishi kerak edi. Gerçi tasdiqlash yoki rad qilish prinsiplari oshkora e'lon qilinmasa-mu, bir-birini jismoniy jihatda jalb qilganligi bayqalganlarning nikohi tasdiqlanmaydi. To'y qilishning e'tirof qilinadigan birdan-bir maqsadi faqat partiya uchunla xizmat qiladigan avlod yetishtirish edi. Jinsiy munosabat xuddi klizma qilishga o'xshash. Odamning ko'nglini sal ilishtiradigan bir kichik operatsiya deb qaraladi. Gerçi bu aniq yozma shaklda oshkor e'lon qilinmasa-mu, ammo vositalik yo'sinda kichikdan boshlabla partiya a'zolarining engiga singdirib etiladi. Shahvaniyatga qarshi uyushmaga o'xshash tashkilotlarmi davomli ayollarning bo'ytaq yoshini tashviq targ'ib qilib turadi. Barliq bolalar sunniy urug'lantirish yangi tilda sunniy urug' deb ataladi. Barliq bolalar sunniy urug'lantirish bilan yetishtiriladi va ommaviy organlarda beqiladi. Winstonning bilishicha hamma bundaq bo'lib ketsa-mu, ammo bu partiyaning ideologiyasi bilan birdek edi. Partiya jinsiy istakni ujuqtirmoqchi, butunlay ujuqtiranmagandimi, uni buzmoqchi yoki maynatlashtirmoqchi edi. Winston partiyaning nima shunday qildiganligini bilmaydi. Ammo shunday qilinishi tegishlikdek his qiladi. Ayollarga nisbatan aytganda partiyaning bu tirishchanliklari bekorga ketmagan edi. U yana Kasrinni o'ylab qoldi. Ular ayrilg'ili 9, 10, balkim 11 yil bo'lgandi. Qiziq. Winston uni asosan o'ylamaydigan bo'lib qolgan edi. Ba'zi chaqlarda hatto u o'zining to'y qilganligini unutib ketadi. Ular faqat 15 oylar birga turgan edi. Partiya odatda uchrashishga ruxsat qilmaydi. Ammo agar farzand yuzi ko'misa, ayrilib turishni tashabbus qiladi. Kasrin egiz bo'y, chochlari sus ranglik, yurish-turishlari nihoyat joyida qiz edi. Uning yuzi burkutnikiga o'xshaydi. Kishi bu yuzning kayniga nima yo'shirilganligini bilmaguncha, uni nihoyat esilzoda chiroy ekan deb qoladi. To'y qilib uzun o'tmayla, u Kasrinning o'zi uchratgan odamlarning ichidagi eng kolva, kollisi qupquruq, to'mpay odam ekanligini jazmlashtirib bo'lgan edi. Balkim bu Winstonning Kasrinni boshqa odamlarga qaraganda texim yaqin bilganligidan bo'lsa kerak.
Uning kallasida shuardan boshqa hech nima yo'q edi. Partiya aytganli bo'lsa, har qancha bema'ni, tetiqsiz gap bo'lsa-mu, uni mutlaq qabul qiladi. Winston uningga ishida odam unalg'u deb laqam qo'yib qo'ygan edi. Navada bu to'y faqat jinsiyat uchun bo'lmagan bo'lsa, Winston uning bilan birga yashashga chidab ketalaydi. Winstonning badani tekkan hamon uning badani sal-pal tortishgandek bo'lib, u xitildab yig'lab ketgan edi. Uni quchoqlash xuddi bir yog'och haykalni quchoqlagan bilan o'xshashli ish edi. Garchi Catherine uni chin quchoqlab olgan bo'lsa-mu, Winstonga u yanala butun kuchi bilan o'zini itirayotgandek bilinadi. Catherinening chinida tugilib olgan muskullaridan buni bilgili bo'ladi. U karvatda ko'zini yumg'unicha ya qarshilik ko'rsatmay yoki moslashmay, faqat shu bo'ysunig'inicha jimmidi yotadi. Bu odamni bekli umaysizlantiradigan, hatto dam o'tsa kishini vahimaga soladigan ish edi. Winston uningdan keyinmi, agar Catherine bilan birga bo'lmaslikqa kelishadigan bo'lsa, uning bilan birga yashashga chidab ketalaydi. Qiziq yeri buni Catherine rad qilgan edi. U imkoniyat bo'lsa bir bola ishlab chiqarishimiz lozim degan edi. Shunlashqa mumkin bo'lsa, ular haftada muqim biror qatim birga bo'lishni saqlab keldi. Hatto ba'zida Catherine buni oqshimi qilishga tegishlik yoki unutilib ketmaslik kerak bo'lgan bir ishdir. Bu ishni bajarib etishni sahardila Winstonga atayin eskartdi. Catherine buningga mundaq ikki ism qo'ygan edi. Biri bal yasash, yana biri partiya oldidagi burchimiz. Haqiqatanmi amaliyotda u bu iboralarni ishlatdi. Partiya oldidagi burchimiz edi. Keyincha Winstonni u ish bekitilgan kun kelganda qo'rqinish qoplab oldigan bo'lib qoldi. Winstonning taliga balimi bo'lmadi. Catherine yana sinov berishdan voz kechdi va ayrilib ketdi. O'xsingandan Winstonning ovozi sirtqa chiqib ketdi. U qalamini yana ilib yezishni davomlashtirdi. U ayol o'zini karvatga tashladi va hech qanday nozlanish, erkalashlarni qilmasdanla darhol to'limi qo'pol, odamni shurkandiradigan tarzda ko'ynigini o'ridi. Winston sus chiroq yo'rig'ida karvatning yonida turdi. Dimoqlari qurut qo'ng'izlarning va heliqi nachar atirning purqi bilan to'shqan edi. Mushu vaqtning o'zidami uning vujudini bir tarafdan bir xil mag'lubiyat, o'chmanlik tuyg'usi, yana bir tarafdan Catherinening oq badallari va partiyaning gimnozi bilan mangu muzdek turadigan ko'zlari chulg'ib olgan edi. Nima uchun doim mushundaq bo'ldi-g'andu? Nimishqa uning hozirgacha bir ayol bo'lmaydi? Nimishqa necha yilda bir qatim mushundaq mehnat ishni qilib yuriydi? Ammo haqiqiy muhabbat mumkin bo'lmaydigan bir ish edi. İffət ularning engida partiyaga bo'lgan sodiqlikdan iborat edi. O'yin, so'g'uq suv, maktab, ishpiyonlar va yoshlar uyushmasidagi singdiriladigan axlat. Leksiya, parad, naqsha, shuar, harbiy muzikalar bilan bodurlar ko'ndirish, odatlantirish orqali inson vujudidagi mushu eng ibtidoiy istakmi tortib olingan edi. Winstonning ahli uningga ishlarning asli cho'qim bundaq emasligini aytadi. Ammo qalbi buningga ishonmaydi. Bu ayollarni qo'lga keltirish mumkin emas edi. Partiyami dal mushuni umid qiladi. Winstonning istiki söylüşdən bakrak mushu pardini butun umrida bo'lsa-mu birər qatim bösüb beqish edi. Muvaffaqiyat qilingan bir qatimliq jinsiy aloqa bir qatimliq isyonga baravar edi. Bu yerda jinsiy istak ideya jinoyati edi. Hatto Catherinening jinsiy istikini uyg'otgan taqdirdimi yoki Winston shunday qilib boqqan bo'lsa-mu,
u Winstonning xotini bo'lishidan qat'iy nazar bu yanala iziqtirish jinoyati hisoblanadi. Hikoyaning qolganimi yezilib tugishi lozim edi. Men chiroqni yoqdim va chiroq yo'rqida uningga qaradim. Ko'z qorong'ulikdan biroqla yo'rug'likqa yo'tkalgachkimi chiroqning nuri ayolni olayda yo'ritgandek qilib bilinib ketdi. Winston ayolni tunji qitim to'liq ko'rdi. U ayol tarafga o'tdak istak va qo'rqinish bilan bir qadam oldi-yu, yana to'xtab qoldi. U qilmoqchi bo'lgan bu tavakkulchilikning badalini obdan biladi. Balkim bu yerdan chiqibla chorlug'uchilarga tutilib qilishi yoki shu topning o'zidala ular uni bo'sug'ining sirtida saqlayotgan bo'lishi mumkin. Agar u qilmoqchi bo'lgan ishni qilmayli mangsa, bu cho'qim yezilishi, cho'qim oshkorlanishi kerak edi. U to'satdan chiroq yo'riqida ayolning nihoyatda qerib ketganligini bayqab qoldi. Uning yuzi ziyoda qiynoq bo'lg'achqa, bo'yoq xuddi hozirla so'yilib tushadigan karton taxtaydek ko'rinadi. Chochlarining u yeriga oq sanjilgan, eng qo'rqinchlisi uning ozroq ochiq qolgan, bir tishi qonmagan eg'izi qop-qorong'u to'shikdek hanqiyib turadi. U tez-tez jijilab yezishga kirishdi. Chiroq yo'riqida uningga qaradim. U 50 yoshlardan oshgan qiyri ayol edi. Shundaqdimi burunqidakla ishni qilaverdim. U yana barmoqlarini qopqining ustiga ching bosdi. U oxiri buni yezib bo'ldi. Ammo buni yezish hech nimani o'zgartirmaydi. Yezib bo'libmi uning ichi pushimidi. Afsonaviy maynat tilda qorni yirtilg'icha to'lib verish istiki uning ichida yana shundoq asabiylarcha quturab turadi.